Nargiza Hayitbayeva sizga sochni ich-ichidan tiklovchi salonli spa protsedurani premium klassini qanday qilinishi ketma-ketligini ko'rsatib beraman. Sizga tanishtirmoqchi bo'lganim Brelil brendining Keraforce tiklovchi liniyasi. Eng birinchi sochni kutikulyar slojlarini ochib beruvchi spreyni sepib, sochda 10 daqiqaga qoldiramiz. Bu spreydan keyin sochga nima sursangiz ham chuqurroq singadi. Avval Keraforce chuqur tozalovchi shampuni bilan, keyin kremobrazniy tarkibi gialuron kislotalari bilan boyitilingan shampuni bilan yuvib, sochni parvarish uchun tayyorlab olamiz. Keraforce liniyasi mahsulotlaridan shu ko'rsatgan tartibimda foydalanganingizda sochni disulfit aloqalarini tiklab beradi. Kutikulyar slojlarni mustahkamlaydi, sochni sog'lomligi va jilosini qaytarib beradi. Maskani nam sochga surib, 20 daqiqa issiq shapkat ostida ushlaymiz. Iliq suvda chayib tashlaymiz. Maskani chayib olganimizdan keyin nam sochlarga Keraforce Fluid svirtkasini suramiz. 10 daqiqa kutamiz. Ana endi sochni quritsak bo'ladi. Keraforce liniyasi mahsulotlarini hammasidan parfyum hidi keladi va sochda uzoq muddat saqlanib qoladi. Soch stylingi uchun Brelil liniyasidan Style Yourself Aqua Wax'dan foydalaning. Hurmatli hamkasbim, diqqat bilan eshiting. Keraforce tiklovchi liniyasi домашний уход uchun emas, aynan salonli spa protsedura uchun ishlab chiqarilgan. Mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring, sizga gayd jo'natamiz.